Balını koldurlatmang. Ba'zilar balalarning sodligidan mug'ambarlik bilan foydalanib, ularni qasddan qo'rqitadi, yig'iltadi, hatto xatolik o'tkazishga majbur qiladi. Qisqasi, cho'nglarni xo'sh qilib kuldirish maqsadida balalarni koldurlatish oxirgi hisobda balalarni or-nomus, g'am-andisha va umidsizlikka giribtor qiladi. Qizim yasli turayotgan chog'lar edi. Xizmatdan bir mezgil nihoyatda aldirash bo'lib ketgachga, uni opirib akildigan ish dadasiga yuklanib qoldi. Yo'ldashimning idorasi yasliga yaqin edi. Uning ustiga yaslidagi bolalar hali burunli qo'yib beriladi. Shunga dadasi balani yaslidan udul ishxonasiga kirib oladi. Yo'ldashim bilan ishxonasida ishlaydiganlar asosan 30 yoshlar atrofidagilar bo'lib, kulki chaqchaq bilan urug' tuqqandek nihoyat yaqin o'tishadi. Anlasam ulardan ichki bilan qizimga nihoyat amroq ekan. Yomon yeri ular bola bilan odatdagidek paranglashmay, uning tishiga tegib ko'ldirlatib o'ynaydi ekan. Masalan, chiroy aptini nihoyat satpurishtirib yugurib kelib, balani hapla-shapla quchoqlab ko'tarmoqchi bo'ldi ekan. Buningdan keyin qo'rqib ketgan qizim yugurib berib dadasining kayniga muyib olsa, ishdoshlar qaqoqlab kulishidi ekan. Gohida ba'zisi qizimning oldiga kelib, "Qani meni bir bova deb baqing" deydi ekan. Bola kichik bo'lg'achqa ularning degani bo'yicha bova deb chaqirsa, ular kulishib ketadi ekan. Bu ishlarni anglagandan keyin mundaq bir faraz qilgan edim. Shu chog'da qizimning uningga qarab qaqoqlab kulishayotgan cho'nglarning chiroylidan biror ishni xato qilib qo'ygan o'xshayman deb o'ylaydiganligini, ammo nimani xato qilganligini anqiramay tamtirab ketganligi aniq edi. Keyingi chog'larda ulardan biri yana qizimga "Meni bova deb chaqiring" debdi ekan. Qizim gap qilmay ta'tir qarab turibdi. Buningda heliq kishi xafa bo'lgan qiyofatda "Ajabmi adabsiz bola ekan-ku bu" debdi. Bu gapni olgan qizim nima qilarini bilamay nihoyat tamtirab ketibdi. Yo'ldashimmi ularning balani undaq ko'ldirlatib o'ynashini yoqtirmaydi. Ammo u xizmatdoshlarining bu ishini odatga chaqchaq deb qoldimi yoki ularga bir narsa deyishga og'iz bormidimi, ishqilib ishxonasidagilarni undaq bo'lmag'ur chaqchaqdan to'smabdi. Bu ishni dastlabda bilmay qoptiman. Ham qizim kichik bo'lg'achqimi uni menga aniq aytib bermabdi. Aradan bir mezgil o'tgandan keyin qizim nimishqidir tuyuqsiz boshqalar bilan bo'libmi notanish odamlar bilan uchrashganda o'zini erkin tutolmaydigan, dadil so'zlayolmaydigan, ko'ngli pukkan gaplarni damoliqqa deyolmaydigan, ko'zlarini poqirtib dilg'ul bo'lib turib ketadigan bo'lib qoldi. Bu ish meni andishaga solgan bo'lsa-mu, sababini damoliqqa topolmadim. U yan o'ylab, bu yan o'ylab oxir bola tarbiyasida ketkizib qo'ygan o'xshayman. Endi balani boshqalar bilan ko'proq uchrashtirib, uning o'zlik ishonchisini oshirmasam bo'lmag'idek degan niyatga keldim. Bir kuni dadasi bilan birga kirib kelgan qizimning mang'izidagi yosh yo'qini ko'rib, nima bo'lganligini so'rab edim. Qizim yig'lamsirab turib, "Ishxonadagi tog'amini dadongiz sizni boqmaydi ekan deydi" dedi. Qizim yana o'mchayganicha, "Ishdan tushishga oz qolganda yig'inga chaqirib qoldi" deb ahvolni tushundirdi dadasi. Yig'inda gap uzrab ketib, ishdan tushadigan chaqchimi tugmay qoldi. Shunga ishxonadagi bir aylan bolaga "Dadangiz bilan opangiz sizni boqmaydigan bo'pti, shunga men beribdi. Mening qizim yo'q, sizni qizim qilib olaman. Yuring, sizni uyga olib ketay" deb uning qo'lidan tortib ekan, bola qo'rqib yig'lab ketibdi. Men ularning qizimni hadisli ko'ldirlatib ko'ngilni xo'sh qildiganligini shu chog'da bildim. Bu ishni qilib nihoyat xafa bo'ldim. Shunga ochiqimni yo'ldashimdan chiqarib, "Bola boshpana bo'lishni bilmaydigan qandoq dadasiz? Bo'ldi, buningdan keyin bolani yasliga opirib akilman deb avar bo'lmang" deb aytibdiman. Yo'ldashimning tushunchasicha u xizmatdoshlarining bolani ko'ldirlatishidan norozi bo'lsa-mu, ammo bu ishning bolaga uncha qo'rqib ketgandek ziyni yo'q deb qaraydi ekan. Keyin er-xotin ishga bilan bu to'g'riliq nihoyat nurg'un param mungdashdik. Bolaning psixikasini unchaki analiz qildik. Yo'ldashim o'zimi bu ishning bolaga xil ta'sir qilganligini amaliyotdan ko'rib yetdi. Chunki qizim ishga ketgan kechada tuyuqsiz yig'lab uyg'onib ketdi. Uningdan "Nima bo'ldingiz?" deb so'rsak, "Dadam meni yasliga tashlab qo'yib ketdi" deb javob berdi. Demak, cho'nglarning qamlashmagan chaqchiqi bolani eg'ir vahimaga solib etgan edi. Bolaning dadasi shundan keyin oshxonaga bo'lgan
ishxonada bo'lgan ashu ishning bolaning yuragida og'ir tashvish paydo qilganligini his qilib, sal qaraganligidan bak pushaymon qildi. Shundan keyin bolani imkon bor o'zim yasliga olib keladigan bo'ldim. Chunki qizim dadasining ishxonasidagilarni ko'rsa, shu qadam ko'ngilsizlik yana yodiga kelib qolarmikin deb o'ylaydim. Dadasimi bu naqtni tunib yetkazga, bolani olim odis ishxonaga olib chog'larda ko'z quloq bo'lib, boshqalarning bolamizni burunqidek ko'ldirtishiga hargiz yo'l qo'ymaydigan bo'ldi. Chunki xotin ishkimiz xizmatdoshlarning ko'ngliga kas-kasunki bolaning ko'nglini sindirib qo'ymayli degan fikrga kelgan edik. Durust. Ishxonadagilarning bolaga chaqchaq qilishda boshqa g'ayri niyat yo'q. Ota-ona bo'g'uchi boshqalarning bolaga kelmas chaqchaq qilishiga yo'l qo'ymasa, ularni bolani ko'ldirlatmaydi. Buning bilan arada o'zaro ranjish bo'lmaydi degan gap. O'ynashish bilan ko'ldirlatish bir-biriga o'xshamaydigan ikki xil hukm. Bola bilan o'ynashishda uning xushalliqi oldingi shart qilindi. Chunki cho'nglar bolalar bilan o'ynashishda bolalar xos tuyg'u bilan bolalar tushunadigan va qabul qila oladigan shaklda o'yin chiqarib, bolalarni kuldiradi. Shunga u xil harakat bolalarcha tuyg'u, xushalliq, hatto hazil va aql farosatni o'z ichiga olgan bo'ldi. Bir ayolning kir yoyg'ach 2 yoshli o'g'li bilan mukishmak o'ynaganini ko'rgan edim. U ayol bilan o'g'li yeyiqli kirning ikki tarafida turg'ashqa bir-birini ko'ramaydi. Ular har qitim "Men bu yerda" deb vaqirab qo'yib, kirlikning o'ng yoki so'l tarafidan beshini asta chiqarib qarshi tarafni ko'zitib boqadi. Bolaning maqsadi kirlikning yon tarafidan beshini chiqarganda poylab turib onasi bilan to'qrishish edi. Ammo ayol bo'lsa imkoniyatning boricha boladan o'zini qochiradi. Shunga u kirlikning burchugida bolaning nada ekanligini o'g'irliqcha ko'rib olgandan keyin "Men bu yerda" deb vaqirab qo'yib birdamdan keyin yana shu tarafdan, shu yerdan beshini chiqarib qaraydi. Ammo bola opam o tarafdan qaradi, endi cho'qim ma tarafdan qaraydi deb yugurib berib qarshi tarafga shunda qarasa onasi u yerda yo'q. Yana bir tarafdan bo'lib chiqadi. O'yin shu tariqada xil davomlashgandan keyin bola oxiri onasi bilan to'qrishadi. Xushalligida kulib ketadi. Buningda bola bo'libmi onasining mavi tarafdan "Men bu yerda" deb vaqirab qo'yib, A tarafdan o da 2 qatim 5-ni chiqarib qaraydigan taktikasi asosida o'z hukm qilib bir tarafdan o da 2 qatim qarash orqali oxiri utib chiqib, o'zining bu natijasidan pekmo suyunib ketadi. Ba'zilar bolalarning soddaligidan mug'ambarlik bilan foydalanib, ularni qasddan qo'rqitadi, yig'iltadi, hatto xatolik o'tkazishga majbur qiladi. Qisqasi cho'nglarni xo'sh qilib küldürüş maqsadida bolalarni ko'ldiritish oxirgi hisobda bolalarni ornumus, g'amandisha va umidsizlik giriftor qildi. Masalan, ba'zilar aslida bolaga berishdagi narsani udulli bermay qandoqdir bir eg'iz chuchuk gap qilib bersa, ondan beradiganligini shart qilib turib oladi. Agar bola uning digini bo'yga ko'nmasa, bolani buni san bermay ektiman deb qo'rqitib, shu shartni hozirlamag'ich bermaydi. Yana ba'zilar bolalarni qo'rqitib o'ynashga amroq. Cümden ba'zilar o'g'il bolalarni ko'rgan hamon yonchiqdan pichqini chiqarib, "So'kingni kesib etaman" deydi. Qizchaqlarning qo'lidagi qo'chqini tatib olib tiqib qo'yib, "Apla yo'q turdi, xalqlar o'g'irlab ketibdi" deb qo'rqitib toki u qiz yig'lab holdan ketay deganda ondan qaytarib beradi. Cho'nglar buni ushshaq bolalarni o'ynashib, yig'iltib qo'yganga nima bo'ladi? Yeshini surtib o'tgan yana hammani untiydi deb çeviqiga ilib qo'ymaydi. Ammo bunday ishlar takrorlanaversa, bolaning yuragida zidi qoldi. Chunki bu ishlar cho'nglarga qiziqarli o'yindek tuyulg'ini bilan bolalarga aks ta'sir berib, cho'nglar meni ko'zga ilmaydi ekan degan o'y keltirib qo'ydi. Bolaning g'ururini dafsanda qilib, boshqalarga aralashishdan qo'rqadigan, o'ziga ishonmaydigan qilib qo'ydi. Shunga bolasi bunday ahvolga uchragan har qanday ota-ona uni adab bilan qat'iy to'sishi lozim. Yadımızda bolsunki, cho'nglarning nazaridagi tilga og'uchiligi yo'q ishlar bolalarga nisbatan cho'ng ishlar hisoblanadi. Mashhur pedagog Chen Heching apandi bolalarni ko'ldirishga izchil qarshi turib kelgan edi. Uning qarashicha bolalar bilan o'ynashning o'zimi ularga fazilat tarbiyasini so'ndirishning yaxshi fursati bo'lib, doim cho'nglarning damo tushib ahmoq bo'lib turadigan bolalar bara-bara fazilatda kamtik bo'lib yetildi ekan. Misalan, cho'nglarning qasddan oldimga tushgan bola vuduqib tamtirab ketadi. Buning bilan
atrofga qarab turganlar qaqoqlab kulishidi. Bundaq bolalar tadrijiy boshlag'ich yetmaydigan, yolg'on so'zlaydigan bo'lib oldi. Hozirgi zamon turmushda bolalarni burungidek usullar bo'yicha ko'ldiriladigan ishlar azayib ketgan bo'lsa-mu, bundaq bo'lmag'ur ideya va qilmish qisman mavjud. Nurg'un so'rovlarda bolalar yanada ahmoq qilib o'ynaladigan armak hisoblanadi. Yana kelib hozirgi kishilarning bolalarni ko'ldirilib, zitiga tegishi ilgirgidek unchalar qo'pol ko'rinmasa-mu, bolalarning diliga azor berib, izzat obro'yini to'kish jihatdagi yomon ta'siri burunqidan qolishmaydi. 2018 yıl 1 ayının 2 günü Beyjan televiziyasının mundaq programmasını gördüm. Programmaga Xibey өлkəsidən 5 gedək bal təklif qılınıbdı. Ularning biri o'g'il, 4 qiz ekan. Balalar 4 yoshda bo'lib, ham teman ham umoq edi. Hayajonini yuziga tepgan balalarda qo'rqinish degan asarmi yo'q edi. Ularning bu qiyofati meni bekmi jalb qildi. Riyosatchi oldi bilan "Qaysinglar eng davaxo'r?" deb so'radi. Bu savoldan gangrabga yetgan balalar dilg'uluq ichida uni ko'zitib baqdi. Oxirida 4 balaning nazari oradagi bir qizga markazlashdi. 4 qarindishi eng davaxo'r deb bekitgan bu qiz shu hamon huduqindan nim qilarini bilmay qoldi. Uning ko'rinishlari hatto qo'rqib titrashlardan o'zini "men eski bola o'xshayman" deb qilayotganligi chiqib turadi. Riyosat 2 qatim "Aranglarda kim hamida urushqoq?" deb so'rab edi. Bolalar yana buni ko'zitib, hatto o'zaro pash qilib yurib, oxiri urushqoqlik qalbini aradagi bir qarindichiga kiygizdi. Ammo urushqoq deb atalgan bola intayin osal ahvolga tushib qoldi. Riyosat 3 qatim "Dadanglardan eng ko'p tayoq yeydigan qaysinglar?" deb so'radi. Bolalar yana bayaqidek arsaldılık içinde qarindoshlardan birini tayoq qapiga chiqadi. Tayoq qapiga chiqarilgan bola nihoyat qattiq o'ng'aysizlanib, nim qilarini bilmayli qoldi. Riyosatchi bilan tomoshabinlar buni ko'rib kulish kultirdi. Halbuki bolalarning yuzdan tabassum qo'shgan edi. Chunki bolalardan uchaylan el jamoatining oldida yomon atoq qolg'ashqa, ularning qarindoshlik mehriga dast ketgan edi. Şuna dastlabda xushal-xo'ram ham mag'rur turgan bolalar mana endi jiddiylashib, o'zini qo'yg'il yer topolmay qolib. Oxiri riyosatchi chiroyli bir bo'xchini oldida "Menda bu bo'xchadan bir sili bor. Qani deb baqinglarchi, buni qaysinglarga bersam bo'la?" dedi. Bolalar bo'xchini ko'rib, chaqnagan ko'zlaridan hammasining shu bo'xchini olishga intizor ekanligi chiqib turadi. Ammo boya ulardan uchalanga askinam tomg'iz besilib ketganlik uchun hammasi imkoniyatning boricha yaxshi ko'rinishni niyatida yana bir-birini ko'rsatildirdi. Birasimu "Mang bering" deyishga petnamidi. Shunday qilib ularning tavsiyasi oxiri hammadan cho'nqi markazlashdi. Cho'ng bo'xchini qo'lga olib baqmi xushib ketdi. Ammo u boshqa bolalarning umidsizlanganligi bilinib turadi. Bu ishning adil bo'lmaganligini darhol tunib yetgan cho'ng o'ylamagan yerdan qo'ldagi bo'xchini tishini tishlab turib bolalarning kenjisiga o'tindi. Riyosatchi cho'ngning bu ishni amdan maqtab turishiga u nimishqidir umidsizlik va alam ichida esilab yig'lab ketdi. Hayron qolgan riyosatchi cho'ngdan nima uchun yig'layotganligini so'rab edi, u gap qilmadi. Bu chog'da bashketakning gapdaroq yana biri, yana uchinchisi gapning xulosasini chiqardi. U kenjining yaxshi bola bo'lganligini ko'rib yig'layotdi. Tomoshabinlar gapdanning bu izohatini anglab yana bir qatim qong'ich kulishdi. Riyosatchi programmani 5 bolaning ko'nglini ig'ir dakki-tugiga silib, ba'zirini yig'iltib, ba'zirini yog'ini yetkazib yurib tugatgan bo'ldi. Va qo'liga heligidek bo'xchidan yana 4 olib qolgan bolalarga birdan berdi. Buni ko'rgan bolalar yig'idan to'xtab, hayajondan kulishdi. Bu programmaning maqsadi zot nima? Ular program detalini oshundaq loyihasi zot nimani nazar tutqandi? Har qancha o'ylabmi bularning tegiga yetmadim. Programmaning davomini ko'rsam, yig'lab yotadiganligimga ko'zim yetib, televizorning oldidan qo'pib ketdim. Mushkullarni yezib etib, Tavshinchi apandining bir she'ri tuyg'usi yodimga keldi. She'r nihoyat yaxshi yozilgan bo'lib, uningga cho'nglarning bolalar oldida yodida tutishga tegishlik nuqtalar mundaq 4 misraga yo'g'rilgan edi. Hamma aytar bolalarni kichik deb,
lekin cheksiz olam bola yuragi. Kichik bilsang bolani gari betahqiq, o'zingkansan boladimmi kichigi.